Assalomu alaykum. Mana bugun 10 ga 4 zalimizga ikkita lustra qo'ydik. Hop, lustramizda ajoyib funksiyasi bor. Bu telefon orqali boshqarsak bo'ladi. Mana misol telefonimizda hop yoqdik mana. O'chirib yoqsak bo'ladi. Buni yarkisini boshqarsak bo'ladi. Hop, oq yonyapti mana. Sariq yonyapti ekan. O'zgartirsak bo'ladi. Oq yonyapti. Bunda mana yarki yonyapti. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'zgaryapti. Telefon orqali boshqaryapmiz. Hop, bu yerda budilnik qilib qo'ysak bo'lar ekan. Soat nechida yonib, nechida o'chishini telefondan boshqarishimiz mumkin.